Musa alayhissalom davrlarida yomg'ir yog'madi. Qurg'oqchilik bo'ldi. Juda odamlar qiynaldi. Musa alayhissalom bir necha minglab odam bilan bir maydonga chiqib Alloh azza va jalladan yomg'ir so'rab duo qildi. Bir necha ming, 70 minglar duo qilgandan keyin quyoshning issiq tafti yana kuchaydi. Yomg'ir yog'madi. Musa alayhissalom Allohga murojaat qildi. Ya Rabbi, nima bo'ldi? Nega duoyimizni qabul qilmaysan? Nega bizga yomg'ir bermaysan? Parvardigor olam Musa alayhissalomga qarab, ey Musa, qavmim ichida bir osiy bor, bir gunohkor bor. 40 yildan beri menga gunoh qilib kelgan bir osiy banda turibdi. U banda sizlarning ichingizda turar ekan, men sizlarning duoyingizni qabul qilmayman. U chiqib ketsin dedi. Musa alayhissalom aytdi, ya Rabbi, shunchani odamning ichidan uni qanday topaman? Qanday ularga ovozimni yetkizaman? Alloh aytdi, sen gapir, uni yetkizguvchiman. Musa alayhissalom qavmiga chiqib aytdi, Alloh menga xabar beryapti, ey bandalar, ichimizda Alloh azza va jallaga 40 yildan beri isyon qilib kelgan osiy bir gunohkor banda bor ekan. U banda chiqib ketsin, duoyimiz qabul bo'lsin. Odamlar ichida qarasaki hech kim chiqmayapti. Haqiqatda bir necha yillardan beri isyon qilib kelgan gunohkor banda ham ularning ichida turib o'zi bilyapti. O'ng va chap tomoniga qarayapti, hech kim chiqmayapti. Bildiki o'zi. Haligi banda Allohga yig'ladi. Ichida turib aytayapti, ey Robbim, 40 yil gunoh qildim, muhlat berding. Endi esa senga itoat qilib sendan yolvorib so'rayman. Senga tavba qilaman, tavbamni qabul ayla. Men tufayli duolar qabul bo'lmay qolmasin deb yig'layapti. Tavba qildi shu joyda turib. Allohim, tavbamni qabul qil. Men sen tomonga qaytdim. Shuncha yil meni bekitib kelding, gunohimni kechir, ya Rabbi deb yig'lab ichida duo qilganida ekan, osmondan bulut kelib, xuddi bir meshni og'zidan suv quyganday quya boshladi dedilar. Hayron bo'lgan Musa alayhissalom, ey Robbim, u banda ichimizda turuvdi-ku, hali chiqmadi-ku, sen yomg'ir yog'dirding. Alloh aytdi, ya Musa alayhissalom, men o'sha bandani duosi bilan yog'dirdim bu yomg'irni. Qanday qilib? Kim u odam? Menga ko'rsat. Alloh aytgan ekan, ya Musa, 40 yil gunoh qilib yurganda odamlardan berkitgan insonimni endi menga qaytib tavba qilganda sharmanda qilaman. Mehribon Robbimiz azizlar, gunohlarimizni shunday berkitib kelyapti. Bugun siz bilan biz mana shu gunohlarimizga tavba qiladigan bir holatdamiz.